Yurt kelajagi yoshlar qo'lida. Yoshlar orasida yetakchilar mas'uliyat va tashabbus timsoli hisoblanadi. Ular nafaqat o'z tengdoshlariga namuna, balki jamiyat rivoji uchun muhim kuchdir. Mana shunday fidoyi yoshlardan biri mas'uliyat va tashabbus loyihasining ilk qahramoni Zuhra Jumanazarovadir. U bugungi kunda o'z tashabbuslari va amaliy ishlari bilan mahallasining faol yoshlariga yetakchilik qilmoqda. Yoshlar bilan ishlash katta mas'uliyat. Har bir tashabbus ortida ularning kelajagi turadi. Shuning uchun men har doim yangi g'oyalar ustida ishlayman. Men faoliyat olib borayotgan mahallamda 846 nafar 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar mavjud. 2025-yilning yil boshidan mahallamda joylashgan barcha xonadonlarni birma-bir kirib, barcha yoshlar bilan so'rovnomalar o'tkazganman. Har bir yoshning muammolari, ularning ijtimoiy holati hamda bandlik holatlarini o'rgangan holda mahallam yoshlarini 3 toifaga ajratib olganman. Yashil, sariq, qizil toifa. Eng avvalo alohida e'tiborga muhtoj bo'lgan qizil toifaga kiritilgan ishsiz 40 nafar hamda otalikka og'ir toifaga olingan 20 nafar yoshlardan jami 60 nafar yoshlarim bilan ularning bandligini ta'minlash uchun mahalla yeddiligimiz bilan hamkorlikda faoliyat olib bormoqdaman. Hozirgi kunda ushbu yoshlarning 52 nafarining bandligini doimiy ish o'rinlariga, xususiy sektorlarga hamda kredit bilan ta'minlab, bandligini ta'minlab kelmoqdamiz. Reja qilingan 60 nafar yoshimdan 8 nafari hozir jarayonda turibdi. Ularning ham bandligini ta'minlashni maqsad qilib olganman. Mening maqsadim yoshlarda tashabbus va mas'uliyatni yanada kuchaytirish va yurtimiz ravnaqi uchun xizmat qilishdir. Uning tashabbusi bilan ko'plab madaniy, sport va ma'naviy tadbirlar amalga oshirildi. Bu tadbirlar yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish, ularni birdamlikka chorlashga xizmat qilmoqda. Yoshlar yetakchilari zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lib, mamlakatimizdagi islohotlar jarayonida faol ishtirok etmoqdalar. Ular mas'uliyat va tashabbusni uyg'unlashtirgan holda tengdoshlari uchun namuna bo'lib xizmat qiladi. Yoshlar yetakchilari mas'uliyat va tashabbus timsoli. Ular bilan kelajak salohiyatli, nurli va buyukdir.